Bismillah. Ko'pchilik so'ragan o'sha 1500 oborotli motorlarimiz yetib keldi. Og'irligi 18,5 kg, 14,4 amperli, 220 ga ishlaydi. Birkasida 3,5 kW yozgan. Aslida esa 2,2 kW elektr rasxod qiladi. Motor pastokda ham ishlaydi, kondensatorlar bor. Motorda relay o'rnatilgan. Agar motor charchab qoladigan bo'lsa, shart ishni to'xtatadi-da, damini olib, yana ishini davom ettiradi. Ya'ni kuyib ketguncha ishlamaydi. Yana bitta plus tarafi, motorda tok o'lchagich voltmetr bor. Alyumin varianti ham, mis varianti ham bor. Misligi ham xuddi shu holatda bo'ladi, faqat og'irligi 20 kg bo'ladi. Endi kattaroq varianti kerak. O'sha kattaroq kilovatligi keladiganlarga mana 6 kW yozilgan birkasida aslida 4 kW elektr rasxod qiladi. 17,1 amperli, 24 kg og'irligi. Bu ham o'sha voltmetri, relisi, kondensatorlari hamma narsasi bor. Motor sifatlari zo'r inshaalloh. Lekin buni mis varianti yo'q hozircha. Inshaalloh ulardan ham keladi. Bundan tashqari bizda 2 kW dan tortib 8 kW gacha alyumin misli variantlardan ham topishingiz mumkin.